Kunlar sovib ketdi. Qish fasliga mos keladigan 3 ta eng zo'r modellarimizdan ko'rsatib obzor qilib beramiz. Mana magnitlarni ko'ryapsizlarmi? Внутренний magnit bo'ladi. Astarlarda ham brendlar yozilgan. Ichlarida ham logolari bor. Bunaqa karta bir baloqlari chiqadi ichidan. Yaqinroqdan ko'rsanglar bo'ladi. Bu sumkamizni o'zini korobkalari, qoplari bo'ladi. Ikki xil rangi bor. O'zingizlarga yoqqan rangini bemalol bizga zakaz qilsanglar bo'ladi. Bu ikkinchi modeli. Bu ham xuddi shunaqa magnitlar внутренний bo'ladi. Ochilib yopilishlari yaxshi. Orqa tarafida ham cho'nchagi bo'ladi. Orqa tarafdagi cho'nchagida ham magniti bo'ladi. Xo'p, ichlarini ko'ramiz. Mana yaqinroqdan ko'rishingiz mumkin. Ichlarini logolari bor. Cho'nchaklari zamokli bo'ladi. Bu sumkamizda faqat korobka bo'lmaydi. Bular bez korobka modeli. Hozir uchinchisini ko'rsatamiz. Bu uchinchi modeli. Buni birgalikda sizlar bilan hozir ichlarini ko'ramiz. Ichlari polni yung bo'ladi. Bu uzun remeni. O'zingizlarga yoqqanini zakaz qilsanglar, sizlarga yetkazib beramiz. Optimchilarni ham, donachilarni ham o'z do'konlarimizda kutib qolamiz.